Bir necha oy avval ikki kuchli jangchi Humoyun To'xtamurodov va Erkabilan To'xtar orasida katta shov-shuvga sabab bo'lgan face to face bahsli uchrashuv yuzaga kelgan edi. Humoyunning o'zi ham bu jangni orzu qilayotganligini ochiqdan ochiq aytdi. Erkabilan хороший парень. Agar bizning janglarimizga ruxsat bersa, men tayyorman. Erkabilan To'xtar esa bunday chaqiruvlarga aslo befarq qolmadi. Men Odilxon kabi sportsmenlar bilan emas, balki Humoyunga o'xshagan haqiqiy jangchi bilan ringga chiqishni istayman. Liga ruxsat bersa, men ham tayyorman, dedi Erkabilan To'xtar. Но с Humoyunom если попросит, народ liga попросит. Oradan ancha vaqt o'tdi, ammo hali ham bu jang haqida rasmiy xabar yo'q. Lekin jangchilar tayyor, ayniqsa Qo'qonning mard o'g'loni Humoyun. U bu jangda aniq To'xtarni qiynab qo'yishi mumkin. Sababi Humoyun kuchsiz yigitlardan emas. Agar bunga ishonmasangiz, uning ishtirokidagi barcha janglarni kuzatishingiz mumkin. Uning o'ng qo'li juda ham tajovuzkorona ishlaydi. Raqib zarbalariga chap beradi